Qirg'iziston prezidenti 10 yashar bolaga o'zining iPhone'ini berdi. Qirg'izistonning chekka bir qishlog'idan bo'lgan 4-sinf o'quvchisining hikoyasi mamlakat prezidenti Sadir Japarovning e'tiboriga tushdi va u bolakayga o'zining telefonini sovg'a qildi. Turkistonda ko'prik qulab tushdi. Qulashdan biroz oldin ko'prikda yoriq paydo bo'lgani sezilgan va harakat vaqtincha to'xtatilgan. Rossiya harbiylari Estoniya hududiga kirdi. Estoniya rasmiylari 17-dekabr kuni 3 nafar rossiyalik chegarachi mamlakat hududiga kirib, u yerda taxminan 20 daqiqa bo'lganini ma'lum qildi. Toshkentda daraxt mashinalar ustiga qulab tushgani aytilmoqda. Oqibatda Gelik avtomobili zarar ko'rgan. Shuningdek, Captiva mashinasi ham shikastlangan. Toshkent, Samarqand va Gulistonda pora olgan advokatlar ushlandi. Hozirda ularning barchasiga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Moskva viloyatidagi maktabda pichoqlab o'ldirilgan bolaning jasadi Tojikistonga olib kelindi. Hujum qilgan shaxs qo'lga olingan. Rossiya tergov qo'mitasi qotillik va suiqasd moddalari bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atgan. Har kuni sizdan yashirilayotgan voqealar bor. Ularni bilishga tayyormisiz? Unda Telegram kanalimizga ulaning. Havola profil shapkasida.